Assalomu alaykum, hormanglar. Magistratura uchun boy bo'l, baxtli bo'l degan bitta foydali video. Buni magistraturaga ketishdan oldin ko'radigan bo'lsangiz va yoki magistraturaga borib bo'lgan bo'lsangiz ham juda ham foydali bo'ladi. Bu video siz birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, o'zimni tanishtiraman. Ismim Shojalil, familiyam Qosimov. Oxirgi 10 yildan beri chet elga o'qishga jo'natish bilan shug'ullanaman va bu orada logistika va qurilish bizneslari bilan ham ishlaganmiz. Hozirgi kunda Edu Action va IDP Consulting'ning rahbariman. Qisqacha ma'lumot, IDP Consulting dunyoda 1 milliard dollarlik kompaniya hisoblanadi va dunyodagi eng katta konsalting. Ana o'shani O'zbekiston, to'g'riroq hozircha O'rta Osiyodagi rahbariman. Xo'p, demak ketdik. Bu sizga sodda qilib men nima aytib bermoqchiligimni tushuntiraman. Bu shunaqaki, shunaqa pozitsiyaga chiqib olasiz, shunaqa darajaga yetib olasizki, qo'pol qilib aytganda istalgan odamga toshingni ter deya oladigan pozitsiyaga kelib olasiz. Bu qo'polroq eshitilishi mumkin, lekin juda ham kerakli pozitsiya hisoblanadi. Buni Gambler kinosida Mark Wahlberg qilgan. Men uni videosini pastda qoldirib qo'yaman. Ingliz tilini bilasiz. Meni ko'rayotganlar hammasi biladi. O'shani ko'rsangiz ham ko'proq tushunib olasiz. O'ta qisqacha aytib ketgan. Kimdir asabingizga tegadimi, kimdir sizni tahqirlaydi, haqorat qiladimi, ish joyingizdami, qayerdadir, hattoki oilangizda bo'lishi mumkin. Qarindosh urug'laringizda bo'lishi mumkin. Hammasiga toshingni ter deya oladigan, ya'niki chakagingni o'chir deya oladigan pozitsiyaga chiqa olish. Bu shaxsan o'g'il bolani o'zi uchun, erkakman deb kelgan bola uchun juda ham muhim pozitsiya. Endi bunga chiqish uchun ozgina mashaqqat kerak. Endi magistraturaga ketayotgan bolalarni men ikki qismga bo'ldim. A va B qismida. Bittasi biznesmen bolalar, B qismida, A qismida professional kasb tanlagan, ya'niki meditsina tanlagan bo'lishi mumkin, arxitektura yoki moliya, buxgalteriya yoki xullas aniqroq sohalarni tanlagan va ularni hozirgi 3 yoki 4 kursni bitirgan yoki o'qishni bitirganiga o'sha 1 yil bo'lgan, bir necha yil bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Xullas A pozitsiyadagi bolaga aytadigan mesajim, sizni pozitsiyangiz agar hozir men aytadigan bo'lsa, bu sizga to'g'ri keladigan yo'l. Demak, siz sohangizda ishlayapsiz, o'zingizning yo'nalishingizda ishlayapsiz va $700 dan $1,500 o'sha pul topasiz. Dollarda aytib ketdim, dangalroq bo'lsin deb. Va professional progressive profit deydi. Ya'niki bu professional o'suvchi daromad. Ya'niki siz yaxshiroq mutaxassis bo'lganingiz sari oyligingiz oshib ketaveradi va ertaga biznes, shu sohada biznes ham qila oladigan darajada kuchli professionallikka qarab ketyapsiz. Ya'niki ham o'zingiz ustingizda progress qilyapsiz, o'sib boryapsiz, malakangiz oshib boryapti, kompaniya sizni karyerangiz oshishingizga bu bo'lishi mumkin, Big Four bo'lishi mumkin. Masalan, men ko'p studentlarim bor, KPMGda, Deloitte, PwC yoki EYda ishlaydi yoki katta kompaniyalarda ishlaydi, ya'niki juda katta maktab bo'ladi. Bu bolalar shunaqa bo'ladigan bo'lsangiz, siz magistraturaga qanaqa ketishingiz kerak? Siz magistraturaga iloji boricha 1 yildan 2 yilgacha o'zingizning kompaniyangizga o'xshagan kompaniyalar, sizning kompaniyangizdan gigantroq bo'lgan kompaniyalar yoki o'zi Big Fourda ishlaydigan bo'lsangiz yoki umuman biznes istalgan meditsina sohalarida, aptekalar bo'ladi, qanaqa sohada ishlasangiz ham, restoran biznesida ishlasangiz ham, aynan shu bo'yicha eng kuchli kompaniyalar o'rab olgan universitetga borishingiz kerak. Bu bo'lishi mumkin Angliyada bo'lishi mumkin, bu bo'lishi mumkin Germaniyada. Men 3 ta variant berdim, prosta eng ko'p borilayotgan davlatlar. Va aniq muvaffaqiyatli bo'lish sha'nisi eng balandroq va til to'sig'i 0. Ya'niki language barrier bo'lmaydi. Bitta Germaniyada istisno, no ikkitasida bo'lmaydi. Xullas, o'tga borasiz, sohangizda o'qib o'rganasiz va parallelni iloji boricha universitet atrofida sizga kerak bo'lgan tajribani bera oladigan kompaniyalarda ishlaysiz. Va chunki o'zi siz o'sha $1,500 topayotgan bo'lsangiz, bu o'sha yaxshi natija va mana shu narsani 5-6 mingga chiqarib olsangiz, sizda keyingi 3-5 yilda siz bitta o'zingizga aytishingiz kerak. Masalan, Abdulloh, Karim, Muhammad bo'lishingiz mumkin, Ismoil bo'lishingiz mumkin. Mana deyishingiz kerak. Shojalil, sen necha yosh bo'lsang ham, necha yosh bo'lsangiz ham, uylanganmisiz, uylanmaganmisiz, vobshem farqi yo'q. Iloji boricha, endi ko'proq uylanmaganlarga ko'proq effekt beradi. Iloji boricha 3 yil o'zingizga deadline qo'ying. Chotki o'qiymiz, chotki tajribani olamiz. O'sha o'zida ham normalniy pul ko'tarib turib, O'zbekistonga qaytamiz. Iloji bo'lsa, ana normalniy pul ko'tarib deganimda nimaga ishora qilayotganimni mana bu yerda tushuntirib ketaman. Normalniy pul ko'tarishdan asosiy maqsadingiz ofisda ishi bo'ladimi, qora ish bo'ladimi, nima ish bo'lishidan qat'iy nazar bitta
kvartira sotib olasiz. Xohlang bo'lib to'lashga sotib oling, xohlang bittada naqd sotib oling. Endi naqd sotib olishga siz professional ishlaganingiz uchun chet elda birdaniga oyligingiz baland chiqib ketmaydi va siz 3 yilga reja qilganingiz uchun, masalan, Angliyaga boradigan bo'lsangiz, keyingi 2 yil reja qilyapman. Bunda katta ehtimol bilan boshlang'ich to'lovini to'lab turib, qolganini bo'lib to'lashga qilasiz va bo'lib to'lashni o'rtacha 70-80% iloji bo'lsa 100% to'lab bo'lganingizdan keyin, kvartirangiz bo'ldi bo'lgandan keyin O'zbekistonga to'g'ri qaytasiz. Bu nima beradi? Bu boyiga aytayotganimdek toshinater pozitsiyasiga любой moment chiqa olasiz. Ya'niki ishdan boshqa ishga o'tayotganingizda, ishxonada sizni haqorat qilishsa yoki hurmat qilishmasa, boshqa ishxonaga borguningizcha bo'lgan 1 oy, 3 oylarda sizda shok holat bo'lmaydi. Nimaga? Chunki sizda doim passiv daromad bo'ladi. Kamida $600. Toshkentda o'rtacha ijara $600 bo'ladi. Bu real qilsa bo'lyapti, qilsangiz butun umr menga rahmat aytasiz. Rostdan aytaman. Qilmagan narsamni gapirmayman. Misol uchun kelsangiz, esli shu, agar konsultatsiya kerak bo'ladigan bo'lsa, o'tirib gaplashganimizda natijalarini aytib beraman. Tarbiyamiz yo'l qo'ymaydi, nimalarga erishganimizni internetda aytishga, 100% aytib beramiz. Xo'p, endi bu sizni yo'lingiz, ya'niki A varianti bo'ladigan bo'lsa, endi meni o'zimni biznesmenlarim, bo'g'irsoqlarim deb ozgina erkalaydigan o'zimning ukalarim, bular qanaqa? Ofitsiant bo'lib yurgan bo'lishi mumkin, qora ishda ishlayotgan bo'lishi mumkin yoki ishi yaxshi ishi bo'lmasligi mumkin va men ozgina hazil qildim. Amakisini, tog'asini yoki kimnidirini ishxonasida ishlayotgan bo'lishi mumkin. Xullas, bakalavr bitirdi, o'zi xohlamagan yoki o'ziga umuman qiziq bo'lmagan yo'nalishda bitirib qo'ydi yoki o'ziga qiziq bo'lgan yo'nalishda bitirdi, lekin o'ziga xohlagan yo'nalishda bitirdi, lekin hali natija yo'q. Bu holatda nima qilish kerak? Sizlarning holatingizda sal boshqacharoq yondashishimiz kerak. Sizlarning holatingizda eng birinchi qilishimiz kerak bo'lgan narsa chet elga borganda o'qib ishlash kerak. O'qib ishlashingiz, pul topishingiz kerak va chet elga siz mana bu bolalar, misol uchun men bitta yozib ketaman, masalan, maksimum 3 yilga chiqadigan bo'lsa, bular masalan 3 yilga chiqadigan bo'lsa, sizlar o'rta hisobda 5 yilga chiqishinglar kerak. 5 yilga. Endi bundan kamroq qilsangiz ham bo'ladi-yu, 5 yilga chiqsangiz yaxshiroq. Nimaga unaqa deyapman? Siz 5 yilga chiqar ekansiz, siz passiv daromadingizni bu bolalarga nisbatan balandroq qilib qo'yishingiz kerak. Chunki siz hali o'z sohangizda pul topishni boshlamagansiz yoki bunaqa darajada pul topishni boshlamaгаningiz uchun nima qilasiz? Siz ikkita kvartira olib qo'yishingiz kerak. Ikkita kvartira olishni ham men og'zimdan chiqib ketyapti, qilmagan ishimni aytmayapman, ogohlantiraman. Buni qanaqa qilasiz? Siz bir narsa aytib ketaman mana shu o'rinda. Sira kimdir meni yomon ko'rishi mumkin. Ota-ona sifatida ko'rayotgan bo'lsangiz, diqqat bilan eshiting. Bo'lgan fakt. Men o'zimni men 28 yoshdaman. 2026-yil may oyida olyapti. Juda ko'p o'rtoqlarim bor. Juda ko'p o'quvchilarim bor. Umri bo'yi, ya'niki oxirgi 7 yil, 8 yilda menga aytib beradigan pulini eshitsanglar, hayratda qolasizlar. Ya'niki ular hisoblaganda, Sho'jal aka deydi, men O'zbekistonga uyimdiligiga $100,000 chiqarib bo'lman. Lekin bir tiyin-chirtin bo'lib ketibdi. Ya'niki to'y qilishgan, Damas olishgan, bir narsa qilishgan, uy remont qilishgan, va hokazolar qilib tashashgan, xullas rasvo qilib tashashgan. Ishlab tashashgan. Aka, men o'sha pulni deydi, men o'zimga kurtka olmasdan, o'zimga Yevropada sayohatni olmasdan, yemi ichmay yiqqan pulim anaqa yomon ishlab tashashdi deb juda ko'p xafa bo'lib, yig'lab aytib bergan o'rtoqlarim bor. Nima demoqchiman? Uyingizga pul jo'natmang. Ukajonim, do'stim, akam, uyingizga pul jo'natmang. Jo'nating faqat juda yonar qismini. Lekin hamma sizga yopishni boshlaydi. O og'aynim, ukatoyim, jonim, jiyanim, bir narsa deb va sizdan qarz so'rashni boshlashadi. Bermang. Bezni yoqing, yomon odamga aylaning. Kerak bo'lsa, o'zingizdan o'tganini o'zingiz bilasiz. Musofirchilikda oson emas. Ko'ngil bo'shlik qilmang. Savob qilyapman deb turib ko'ngil bo'shlik qilmang. Birinchi o'zingizni bu qopqondan qutqarib olishingiz kerak.
bu narsadan chiqib ketishingiz kerak. Butun umr bunaqa holatga, ya'niki qiynalib yurishga, sizni farzandlaringiz tushmaydigan bo'lishi uchun chiqib ketishingiz kerak. Ya'niki bunga oddiy misol, samolyotda uchgan bo'lsangiz, birinchi o'zingni qutqar deydi, keyin bolangni qutqar deydi. Xuddi shunaqa holatda siz birinchi o'zingizni qutqarib olishingiz kerak. Va har bir sentingizni hech kimga qarz bermasdan, uyingizga oshiqcha pul jo'natmasdan, bir amallab ikkita kvartiraga pulni boshlang'ich to'lovlarini yig'ib turib, O'zbekistonga bitta texnichni kelib 2-3 yilda boshlang'ich to'lovlarni shartta to'lab turib, keyin bu yana ketib turib, kvartiralarni to'liq 100% yopib, arendaga kirgandan keyin 100% arendaga, ijara sizga berishni boshlagandan keyin qaytib kelasiz. Siz ham shunaqa qilsangiz, mana A variantiga bola ham shunaqa qilsangiz va bu kvartirani siz bitta professional bolalar, misol uchun biznesmenlar ikkita olish kerak. Bu kvartirani hech qachon milliard dollarlik biznes paydo bo'lib qolsa ham sotmaysiz. Bu xavfsizlik yostiqchasi, airbag hisoblanadi, ya'niki parashyut hisoblanadi. Qora kunga deb aytmayapman, ya'niki xullas doim xavfsizlik yostiqchasi sifatida ishlaydi. Buni unutib olasiz, buni sotib olib biznes qilishni unutib olasiz, faqat ijarasini olib yurasiz. Xullas, mana shunaqa strategiyani qilib olsangiz, ertaga uylanganingizda hamma holatda siz hech qachon depressiyaga, shokka va nol holatga qaytib tushib qolmaysiz. Shuni aytib bermoqchi bo'ldim. Endi men bitta yozib qo'ygan narsam bor, siz uchun foydali ma'lumot, chunki nol holatga tushib qolmaysiz. Bitta narsani aytay. Qanchalik kuchli, chiroyli va hokazo ko'rinishdagi bola bo'lmang, kachoqlar bo'lmaysizmi? Qo'pol qilayotganda xotiningiz pampers olib keling, kash olib keling deganda olib kela olmasangiz bir tiyinsiz. Xafa bo'lmang. Ya'niki yuzingizga yetmasligi mumkin, lekin qiynaladi. O'zingizni yeb qo'yasiz. Muvaffaqiyatli bo'lish uchun qisqacha aytib ketaman, bunga katta yana bitta video qo'yamiz. Xudo xohlasa duo qilib tursanglar chiqadi. Muvaffaqiyatli bo'lish uchun odam hayotida o'sishi uchun kallasi xotirjam bo'lishi kerak. Erkak kishi, bu faqat erkak kishilikdagi, kallasi xotirjam bo'lish uchun cho'nchagida puli bo'lishi kerak. Doimiy pulingiz bo'lishi uchun mana shu ishni qilsangiz bo'ladi. Buni detalni, ya'ni bitta ideal magistratura deganimda ham yozib chizib katta doskada qilib berganman. Bu yerda endi men sizga nima yordam bera olaman? Siz bu strategiyani tuzish uchun yordam bera olaman. O'qishga topshirish, grantlarni olish, vizaga topshirish, to'g'ri davlat sizni holatingizni analiz qilib turib, sizga mana bu to'g'ri, sizga mana bu to'g'ri deb turib, sohangizdan kelib chiqib, ITmi, misol uchun IT bo'lsa, men Germaniya ko'proq yaxshi ko'ryapman. Agar hali aniq tanlamagan bo'lsangiz, unda Angliya, Avstraliya. Nega? Tushuntirib ham ketaman. Angliyada to'g'ri qimmat, lekin boshlang'ich xarajatlari qimmat-u, magistratura 1 yil. Ya'niki 1 yil o'qiysiz, 2 yil ishlab mana bu kvartirani siz mana bu holatda bo'ladigan bo'lsangiz, bemalol olib olasiz. Biznesmen bolalar bo'ladigan bo'lsa, sharoitingiz bo'ladigan bo'lsa, men chin dildan xohlardim B bolalarga mana Avstraliyaga borishini. Nimaga? Bu yerda 2 yil magistratura, men bitta yozaymi ekan? Mana shu yoza qolaman. 2 yil, lekin plus 3 yil ishchi viza beradi. Shuning uchun 5 yil deganman. Ya'ni 2 yil o'qish paytida ham pul topasiz, 3 yil ishlab ham pul topasiz. Bitta narsani aytib ketaman. Avstraliyada bolalar dahshat pul topsa bo'ladi. Oson emas. Avstraliyadan ko'rayotgan bolalar kommentariya yozishdan oldin bir analiz qilib chiqinglar. Misol uchun oson emas, qiyin, o'ncha emas, lekin biz erkaklar gaplashyapmiz. Shuning uchun biz oson, yengil narsani emas, rezultatga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasiga tayyor holatdamiz degan fikrda kelamiz, bir-birimiz bilan gaplashib turamiz deb o'ylayman. Shuning uchun Avstraliyaga chiqsangiz, men kecha ham bitta bola bilan gaplashyapman. Avstraliyada qanaqa ishlar qilsa bo'ladi o'zi, qanaqa pul topsa bo'ladi, nima pul topsa bo'ladi degan qisqacha aytib ketaman. Santexnika, elektrika, eshik uстановка, rom uстановка, ya'ni qurilishga oidroq maishiy qurilish, ya'ni uyi noldan qurish emas, uyi qurilib bo'lgan uyga sal nimadirlarni o'zgartirish va tom yopishlarda bolalar kuniga $500 dan tepasiga qarab kuniga oson ish emas, lekin topsa bo'ladi. Bu degani kontraktni taqallatib yopib tashlaysiz. Undan uyog'iga shunaqa qilib ozgina mehnat qilsangiz, normalniy pul topasiz. Shunaqa bolalar bor, yiliga kelib bitta dom terib ketayotgan. Ya'niki ularni Instagramida ko'radigan narsasi sizga ham nasib qilsin. Men ham ko'p kuzataman, qaysi qurilish yaxshi, qayerdan uy olib qo'ysam ekan deydi. Bu baxtni sizga tilayman.
Addushi. Xo'p, ya'niki Avstraliyada o'qish 2 yil, 3 yilga ishlashga beradi. Angliyada o'qish 1 yil, 1,5 yil ishlashga ruxsat beradi. Shuning uchun sizga 3 yil berganman. Germaniyada ham o'qish 2 yil. Endi Germaniyada masalan siz ko'p farzand bo'ladigan bo'lsangiz, ya'niki 5-10 yilda ham даже qaytmaydigan imkoniyatingiz bo'ladigan bo'lsa, juda ham qulay davlat. Nimaga? Butun Yevropa, oilangizni Yevropaga olib kelib, maza qilib, anaqa yurish, anaqa otangizni ko'rsatishingiz mumkin. Bir narsani aytib qo'ying. 24 yoshimda, 25 yoshimda o'zimni pulimga onamni, otamni, yaqinlarimni Shvetsariyada aylantirib kelganman deyish hammaga ham emas. Juda katta boylarga ham emas. Bunga erishsangiz, siz butun umr o'zingizga oynaga qaraganingizda xursand bo'lasiz. Xuddi shunaqa narsa. Germaniya ham juda ham dahshat variantlar beradi. Bu spetsialistlar uchun ko'proq zo'r. Ya'ni sohaviy pul topaman desangiz zo'r. O'qib ishlashda ham bemalol eplasangiz bo'ladi. Men blok shotlari bilan hisoblaganman xarajatini. Mana xarajati borlar. Angliyaga 8 ming, 10 mingga chiqib olsangiz bo'ladi, lekin kontrakt bilan u yoq bu yoq baribir 20-22 mingga borib qoladi. Avstraliyada kontraktingiz ham o'sha 20 ming atrofi, 14 ming, 17 ming viza, bilet, cho'nchagingizdagi pulingiz, o'qishga 50% to'laganingiz bilan chiqib ketishgacha hisoblaganman. 14 ming, 17 ming. Germaniyada ham xuddi shunaqa. Germaniyada 1 yillik yashash pulingiz bilan hisoblaganman, chunki buni 14 mingni bilasiz, blok shot degan narsa bor. O'sha blok shotga ketyapti. Men Germaniyada o'zi o'qishlar tekin o'tib qolishingiz mumkin. Men chastni 1 yilligini taklif qilaman. Men 1 yil ekan aytganda, uzr. Men 1 yil. Germaniyada xususiylarda 1 yil o'qishni ko'proq tavsiya qilaman. Ya'niki, Sampini bitirayotgan o'zimni bitta studentimga ham 1 yilni taklif qildim meditsinada. O'zbekistonda SAP kompaniyasida ishlayotgan, uje 2000 dan shu normal pul topayotgan bolaga ham shuni taklif qildim. Chunki 1 yil umr tejashga arziydi 2000-3000 kontrakt to'lab yuborish, hattoki 10 ming to'lash ham arziydi. Chunki 1 yilda siz uje tushuning, 21 plus bo'ladigan bo'lsa, chet elga chiqadigan bo'lsangiz, qora ish qilsangiz ham, hammollik qilsangiz ham, idish to'yu, mardkorchilik qilsangiz ham, uje 1 yillik hisobda 25 mingdan 40 minggacha pul topa olasiz. Takrorlayman. Angliya, Avstraliya, Yevropa, Germaniyaga, masalan, yoki Norvegiyaga chiqadigan bo'lsangiz, siz o'rta hisobda 25 mingdan 40 minggacha qora ish qilib ham pul topa olasiz. Buni nega aytyapman? Siz 1 yil vaqt tejab qolishingiz o'shancha pulni topishingiz degani. Ya'niki 1 yil hozir rasxod qilib Germaniyaga to'laydigan bo'lsangiz, nima bo'ladi? Sizda 1 yil ekonom bo'ladimi? O'sha pulni o'z sohangizda ishlab topib olasiz. Albatta sharoitingiz bo'lsa, sharoitingiz bo'lmasa, endi anaqa boshqacha holat. Xo'las, shunaqa gaplar. Xulosa qilamiz, Toshinater pozitsiyasi uchun, ya'niki har doim o'zingizga uverin, xotirjam, xohlagan biznesingizni qilib ko'rish, sinab ko'rish, o'zingizga yoqqan ishlarni qilish, nimaki qilsangiz, uyingiz, oilangiz, xotin, bola chaqangiz tinch bo'lishini xohlaydigan bo'lsangiz, biznesmen bo'ladigan bo'lsangiz, ya'niki hali pul topmayapsiz, o'qishni bitirib qo'ydingiz, qo'lingizda IELTSdan boshqa hech narsangiz yo'q. Unda B variant bilan ikkita kvartirani passivni olish strategiyasini qilishingiz kerak. Shunda Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Aql o'rgatish oson, qilish qiyin deyishingiz mumkin. Realni bo'ladigan narsa. Rostdan ham bo'ladi, qilinyapti, qilingan, qilinadi ham. Mamutda ham xuddi shunaqa. Chunki yig'siz, niyat qilsangiz, Alloh ham o'zi niyatingizga erishadi. Chet elga o'qishga ketmoqchi bo'lsangiz, yordamimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, doim xizmatingizdamiz. Agar videodan 1% foyda olgan bo'lsangiz ham, sizdan bitta iltimos, addushi like bosib, obuna bo'lib, kommentariyalarda qanaqa savollar bo'lsa, qanaqa fikrlar bo'lsa, mavzular bo'lsa yozib qoldirsangiz, men uchun juda ham qadrli. Ishoning, har bir kommentariyani o'qib, har biriga mavzu qilishga harakat qilaman. Vaqtimiz hozir bo'lib turibdi, Alloh qodir qilib turibdi, maksimalni chiqarib qo'yishga harakat qilamiz. Bitta ideya beradigan bo'lsangiz, ideyangiz aktual bo'ladigan bo'lsa, o'sha kommentariyani boshqalar like bosadigan bo'lsa, uni ham chiqaramiz. Chet elga o'qishga ketishda xizmat etamiz. O'zingizlar ehtiyot qilinglar.